Assalomu alaykum. Oxirgi raqam mavzusini ko'rib chiqamiz. 10 ta raqam bor. O'shandan 0 dan boshladik. 0 da 21 nima deyilsa, 0 da 21 oxir raqami nima deyilsa 0 bo'ladi. Xo'p, 10 da 31 deyilsa, oxir raqam nima deyilsa, mana oldida qanaqadir sonlar, ya'ni 0 lar, yana oxirida 0 bilan tugaydi. Ya'ni 320 bo'lsa, darajasi 841 bo'lsa, hisoblasak, mana oxir raqam 0 bilan tugaydi. Demak, xulosa qilamiz. 0 bo'lsa, oxir raqam 0 bo'lsa, necha bo'lishidan qat'iy nazar mana 320 bo'lsa ham oxir 0 bilan tugaydi, 820 bo'lsa ham oxir 0 bilan tugaydi, 920 bo'lsa ham oxir 0 bilan tugaydi. Keyin biriga o'tamiz. Masalan, 121 da 32 desa, hech narsa qilmasdan 1 deb aytamiz. 341 da 12 desa, yana hech narsa qilmasdan 1 deb aytamiz. 1 da 801 desa, yana hech narsa qilmasdan 1 deb aytamiz. Demak, 0 niki 0, 1 niki 1 bo'lyapti. Keyin 5 ga o'tamiz. 5 da 33 nima desa, oxir raqami 5 bilan tugaydi. 5 da 72 nima desa, oxir raqami 5 bilan tugaydi. Endi 6 ni o'tamiz. 6 ni 73 bo'lsa, bu 6 bilan tugaydi. 16 ni 81 bo'lsa ham bu 6 bilan tugaydi. Demak, xulosa qilamiz. 0 ni hech narsa qilmasdan 0 deymiz, 1 ni hech narsa qilmasdan 1 deymiz, 5 ni hech narsa qilmaymiz, 5 deymiz, 6 ni hech narsa qilmaymiz, 6 deymiz. Ya'ni o'sha raqam bilan tugaydi oxir raqam. Endi 4 tasi ketdi. 10 ta raqam bo'lsa, mana 4 tasini o'rganib bo'ldik, ya'ni hech narsa qilmadik. Endi 4 da 1 4, 4 da kvadrati 16 ning 6si, 4 da kubi 64 da 4, yana 4 kerak emas, bizda 4 bor mana. 2 ta qaytib keladi. Darajasi toq bo'lsa 4, darajasi juft bo'lsa 6. Demak, masalan 4 da 13 bo'lsa, 13 qanaqa son? Toq son. Toq son bo'lsa mana nima bilan tugaydi? 4 bilan. 4 da 14 bo'lsa, 14 qanaqa son? Juft son. Juft son bo'lsa nima bilan tugaydi? 6 bilan tugaydi. 4 da 17 bo'lsa, 17 qanaqa son? 17 toq son. Toq son bo'lsa mana 4 bilan tugaydi. 4 da 144 bo'lsa, 144 qanaqa son? Juft son. Juft son bo'lsa mana 6 bilan tugaydi. Ya'ni darajasiga qarab topamiz. Darajaga qaraymiz, darajaga. Darajaga qarasak, toq son bo'lsa 4, juft son bo'lsa 6 deymiz, bo'ldi. Endi 9 o'shanga o'xshaydi mana bu qoidasiga. 9 da 1 9, 9 da kvadrati 81 da 1. Endi shuni xulosa qilamiz. Darajasi toq son bo'lsa 9 ekan, darajasi juft son bo'lsa 1 ekan. Ya'ni 9 kvadrati 80. 9 da kub 729, yana 9 keladi, u kerak emas keyingilar. Demak, 9 da 137 desa, 137 qanaqa son? Toq son. Toq son bo'lsa, demak 9. 9 da 138 bo'lsa, 138 qanaqa son? Juft son. Juft son bo'lsa, demak 1. 9 da 9 desa, 9 da 9 degan 9 darajaga qaraymiz. Daraja qanaqa son? Toq son. Toq son bo'lsa, demak necha bo'ladi? 9. Agar juft son bo'lganda 1 bo'lar edi. Demak, ikkalasining qoidasi bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun yonma-yon o'rgatdik. Ikkalasining qoidasi o'xshaydi mana. 4 bilan 9 ning qoidasi darajaga qaraydi. Toq son bo'lsa 4, juft son bo'lsa 6. Bunda toq son bo'lsa 9, juft son bo'lsa 1. Xo'p, 6 ta raqam o'rganib bo'ldik mana. 0, 1, 5, 6 hech narsa qilmasdan o'zini aytamiz. 4 bilan 9 ning qoidasi darajasiga qarab aytamiz. Darajasi toq yoki juftligiga qarab aytiladi. Endi qolganlarining qoidasi bir xil. Nima qoldi? 2, 3, 7, 8 qoldi. O'sha 2, 3, 7, 8 ning qoidasi bir xil. Mana 2 dan boshladik. 2 ni 1 2, 2 ni kvadrati 4, 2 ni kubi 8, 2 ni 4 16, 16 ning 6si mana 4 ta qaytib keladi. Bu 2 ni 5 32 bo'ladi. 32 ni yoshi shart emas, oxiri 2, chunki mana yerda 2 bor. Endi 2 ni bizga 101 nima desa, darajani 4 ga bo'laman. 101 daraja, 101 ni 4 ga bo'laman. 101 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, bir qoldiq. Bir qoldiq bo'lsa, oxir raqam 2 deyiladi. 2 ni 102 bo'lsa, 4 ga bo'laman. 4 ga bo'lsam 2 qoldiq. 2 qoldiq bo'lsa mana 4 deyiladi. 2 ni 103. Buni 4 ga bo'laman. 4 ga bo'lsam 3 qoldiq. 3 qoldiq bo'lsa nima bo'ladi mana? 8 bo'ladi. 2 ni 104. Buni 4 ga bo'laman. 4 ga bo'lsam qoldiq qolmaydi. Qoldiq qolmaydigan bo'lsa nima bo'ladi? 6 bo'ladi. Ya'ni darajani 4 ga bo'lamiz. 1 qoldiq qolsa birinchisi, 2 qoldiq qolsa ikkinchisi, 3 qoldiq qolsa uchinchisi, qoldiq qolmasa 4-inchisi bo'ladi. 2 ning 197 bo'lsa, masalan, darajani 4 ga bo'laman. Agar mana shu 97 emas, 96 bo'lganda 4 ga bo'linar edi. Demak, 96 dan bu bitta ko'p, demak 1 qoldiq. 1 qoldiq bo'lsa, demak 2 bo'ladi. 2 ning 12 bo'lsa, 12 ni 4 ga bo'laman. 12 ni 4 ga bo'lsam qoldiq qolmaydi. Qoldiq qolmasa 4-inchisi. Demak, nima bilan tugaydi desa, 6 bilan tugaydi deyiladi. Bu 2 edi. Endi 3 ga o'tamiz. 3 da 1 3, 3 kvadrati 9, 3 kubi 27 ning 7si, 3 da 4 81 ning 1. Demak, bu ham nechta qaytib keladi? 4 ta qaytib keladi. Mana 3 da 5 243, yana 3 bor bizda, kerak emas keyingisi. Demak, 3 ning 17si desa, mana 17 ni 4 ga bo'laman. 17 ni 4 ga bo'lsam 1 qoldiq. 1 qoldiq bo'lsa birinchisi 3. 3 ning 18 desa, xo'p, darajani 4 ga bo'laman. 2 qoldiq qoladi. 2 qoldiq bo'lsa, demak 9.
3'te 19'u bo'lsa, 19'u 4 ga bo'laman. 19'da 4 ga bo'lsam 3 qoldiq. 3 qoldiq bo'lsa demak 7. 3'te 20, 20 ni 4 ga bo'laman. 20 ni 4 ga bo'lsam qoldiq qolmaydi. Qoldiq qolmasa demak nima bilan tugaydi? 1 bilan tugaydi. Yana 3 ning xo'p 13 mana. 13 ni 4 ga bo'laman. Daraja 13. O'shani 4 ga bo'laman. 4 ga bo'lsam 1 qoldiq qoladi. 1 qoldiq bo'lsa birinchisi 3 bo'ladi. Xo'p 323 ni 323 desa, masalan, mana 6 da 32 hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Oxir raqam bo'lgan payti baribir 6 da 32 bilan 42 bilan farqi yo'q. Mana 3 bo'yicha ishlab ketaveramiz. Demak, daraja mana shu oxirdagi 23 agar 20 bo'lganda 4 ga bo'linadi. Demak, 20 dan bu nechta ko'p? 3 ta ko'p. Demak, 3 qoldiq. 3 qoldiq bo'lsa mana 3-inchisi. 3-inchisi nima bilan tugaydi? 7 bilan. Bo'ldi, 3 ketdi. Endi 7 ga o'tamiz. 7 ni biri 7. 7 ni kvadrati 49 ning 9'i, 7 ning kubi 343 da 3'i, 7 ni 4'i 2401 da 1'i. Endi 2401 da 1 deb hisoblamayman desam, mana qilsam bo'lar mana. 7 kere 9, 7 kere 9 63 ning 3'i, 7 kere 3 21 ning 1'i deb hisoblasam bo'ladi. Oxir raqam topib yetganda. Endi 7 ni 201 kelsa, 201 ni 4 ga bo'lsam 1 qoldiq. 1 qoldiq bo'lsa mana 7. 7 ni 202si 4 ga bo'lsam 2 qoldiq. 2 qoldiq bo'lsa ikkinchisi 9. 7 ni 203'i 3 qoldiq. 3 qoldiq bo'lsa mana 3. 7 ni 204'i bo'ladigan bo'lsam qoldiq qolmaydi. Qoldiq qolmasa mana 1. Endi 17 ni 17si deydigan bo'lsa, 17 ni 17si deydigan bo'lsa, xo'p, 17 ni 17si degan darajani 4 ga bo'lamiz. Darajani 4 ga bo'lsak, mana daraja 17, 4 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi. 1 qoldiq bo'ladigan bo'lsa birinchisi mana. Birinchisi nechi desa 7. Yana 7 ni 77si desa, mana 77 bo'lsa, darajasi 77, ya'ni 76 bo'lganda bo'linadi. 76 bo'lganda bo'linsa, demak 1 qoldiq qolyapti. 1 qoldiq bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Oxir raqam 7 bo'ladi. Va hokazo shunga ketaveradi. Ya'ni darajani 4 ga bo'lamiz. Darajani 4 ga bo'lgan payti 1 qoldiq qolsa birinchisi, 2 qoldiq qolsa ikkinchisi, 3 qoldiq qolsa uchinchisi, qoldiq qolmasa 4-inchisi bo'ladi. Keyin 8 qoldi. 8 ni biri 8, 8 ni kvadrati 64 ni 4'i, 8 kubi 512 ni 2'si, 8 4'i 4096 ning 6'si. Endi 4096 deb hisoblab yurmaslik uchun, xo'p, bunaqa qilsak ham bo'ladi mana. Xo'p, 8 kere 4 nechi? 8 kere 4. 8 kere 4 32 ning 2'si. Xo'p, 8 kere 2 16 ning 6'si deb hisoblasak ham bo'ladi. Endi 8 ni 41 kelsa, darajani 4 ga bo'lamiz. Darajani 4 ga bo'lsak 1 qoldiq. 1 qoldiq bo'lsa 8. 8 ni 42si. Darajani 4 ga bo'lamiz. Darajani 4 ga bo'lsak 2 qoldiq. 2 qoldiq bo'lsa 4. 8 ni 43'i. Darajani 4 ga bo'lamiz. 3 qoldiq. 3 qoldiq bo'lsa 2. 8 ni 44'i. Darajani 4 ga bo'lamiz. Darajani 4 ga bo'lsa qoldiq qolmaydi. Demak, qoldiq qolmaydigan bo'lsa, demak 6. 8 ni 17si bo'lsa, masalan, darajani 4 ga bo'lamiz. 1 qoldiq qoladi. 1 qoldiq qolsa, demak 8. Hop, 18 ni 88 bo'ladigan bo'lsa, mana 18 bo'lgan bilan 8 bo'yicha ishlaymiz. 88 ni 4 ga bo'lsam qoldiq qolmaydi. Qoldiq qolmasa 4-inchisi. Demak, 6 bilan tugaydi deyiladi. Davom etamiz. Demak, bizga mana bunaqa misollar berilsa, mana 31 ko'paytirilgan 31 ayrilgan 42 ko'paygan 42 bo'lsa, mana shuni oxir raqamni hisobla desa, mana 1 kere 1 deymiz. 1 kere 1 nima chiqadi? 1 ayiramiz. 2 kere 2 deymiz. 2 kere 2 4. Endi misolda berishiga qaraymiz. 31 kere 31 kattami? 42 kere 42 kattami desa, bunisi katta. Demak, qoida bo'yicha kattasidan kichkinasini ayiradi. Ya'ni 1 dan 4 emas, mana 42 ga 42 ni ko'paytirsa, xo'p, kattaroq bundan 31 dan. Demak, 4 dan 1 dan ayiramiz, oxir raqam 3 deb aytamiz. Bu yerda 4 katta bo'lgani uchun emas, mana 42 katta bo'lgani uchun. Keyin xo'p, 42 ko'paygan 42 ayiramiz. Xo'p, 51 ko'paygan 51 bo'lsa, masalan, bu 2 kere 2 4 oxir raqamlari ayiramiz. 1 kere 1 1 mana. Endi bundan xulosa qilamiz. Mana 2 ta 42 kattami, 2 ta 51 kattami desa, mana ular katta. 51 ko'paygan 51 katta. Demak, ayirayotgan payti 4 dan 1 emas, 1 dan 4 ayiradi. 1 dan 4 ayirayotganda bunga yetmasa 1 ilov beradi. 1 ilov bersak nechi? 11 bo'ladi. 11 dan ayiramiz 4. Demak, javob 7 bo'ladi oxir raqam. Yana 331 bo'lsa, xo'p, keyin ayiramiz 821 829 931 bo'lsa, masalan, bu 1 1 1 bo'ladi. 1 1 bo'lsa 1 ayiramiz, bunisi 1 9 1. Demak 9 bo'ladi. Demak, xulosa, endi 1 dan 9 ayiramizmi, 9 dan 1 ayiramizmi deyilsa, mana uchalasidan bu uchalasi katta. Demak, mana uchalasi katta. Demak, 1 dan 9 emas, 9 dan 1 ayiramiz. 9 dan 1 desak necha bo'ladi? 8 bo'ladi oxir raqam. Endi masalan
37 ko'paytirilgan 37 ko'paytirilgan 36 bo'lsa, masalan, ayrilgan. Xo'p. 19 ko'paygan 19 ko'paygan 19 ko'paygan 19 ko'paygan 19 ko'paygan 19 bo'lsa, masalan, buni hisoblaymiz mana. Bu 7 kere 7 49 ning 9'i, 9 kere 6 54 ning 4'i. Demak, buni oxir raqami 4 bilan tugaydi. Ayiramiz. Xo'p, bu yoqda 9 kere 9 81 ning 1'i. Bu 9 kere 9 ham 81 da 1'i, 9 kere 9 81 da 1'i. Hammasi 1 bo'ladi degan hisoblasa oxir raqam 1 chiqadi. Endi bunda 4 dan 1 da ayramizmi, 1 dan 4 da ayramizmi desa, mana bu uchalasi kattami, bular kattami desa, bular katta. Bular mana 19 kere 19 361, 361, 361. 361 lar mana 37, 37, 36 dan katta. Demak, ayirayotgan paytda 4 dan 1 da ayirmaydi, 1 dan 4 da ayiradi, chunki bular katta. Demak, bunga 1 ildiv beradi yana 11, 11 dan 4 da ayirsa yana 7. Xo'p, shunaqa ishlanadi. Endi mana bunaqa misolimiz keladi. Masalan, xo'p, bunda kattasidan kichkinasi ayirdik. Qo'shayotganda farqi yo'q. Endi darajali keladi. Masalan, 7 ni 20 si ayiramiz 7 ni 21, misol. Bunda 7 ni 20 si nima bo'ladi desa, boyagida yozib olamiz. 7 ni 1i 7, 7 ni kvadrati 49 9, 7 ni kubi 343 3, 7 ni 4 2401 da 1 deb yoza olamizda. Darajani 4 ga bo'lamiz. 20 daraja 4 ga bo'lsak qoldiq qolmaydi. Qoldiq qolmasa oxir raqam nima bilan tugaydi? 1 bilan. Ayiramiz. Keyin 21 bo'lsam 1 qoldiq. 1 qoldiq bo'lsa 7 bilan tugaydi. Demak, endi shuni xulosa qilamiz. 1 dan 7 ni ayiramizmi? 7 dan 1 da ayiramiz desa, qaysi biri katta? 7 ni 21 katta. Demak, 1 dan 7 ni ayirmaydi da 7 dan 1 da ayiradi. 7 dan 1 desak, oxir raqam nima bo'ladi? 6 bo'ladi deb hisoblaymiz. Masalan, yana 5 ni 15i ayrilgan 6 ni 16si bo'lsa, mana 5 li bo'y darajasi nima bilan tugaydi? 5 bilan tugaydi mana. 5 da har qanday darajasi 5 bilan tugaydi. Ayrilgan 6 ni har qanday darajasi 6 bilan tugaydi mana. Endi shundan xulosa qilamiz. 5 ni har qanday darajasi 5 bilan, 6 ni har qanday darajasi 6 bilan. Qaysi biri kattaroq desa, mana 6 ni darajasi kattaroq. Demak, 5 dan 6 ni ayirmay, 6 dan 5 ayiramiz. 6 dan 5 da ayiradigan bo'lsak, nima chiqadi bu? 1 chiqadi. Bo'ldi. Keyin 11 ni 41i, xo'p, ayiramiz 15 ni 82si desa, 11 ni 41 nima bilan tugaydi? 1 bilan. 5 bo'lsa, 5 har qanday darajasi 5 bilan tugaydi. Endi 1 dan 5 da ayramizmi, 5 dan 1 da ayramizmi desa, qaysi biri katta? Mana 15 82 kattaroq. Demak, 5 dan ayiramiz 1 da. Demak, oxir raqam 4 bo'ladi deb aytamiz. Davom etamiz. Endi misolni boshqacharoq ko'rinishi, masalan, 30 faktorial beradi. 2 ni m, 3 ni n, 5 ni k si ko'paygan q deydi mana. Mana shunda mana m ni endi k ni top deydi mana. M ni endi k ni top deb savol beradi. Demak, o'shalarni topish uchun nima qilamiz? 30 ni bo'lamiz 2 ga, butun qismini olamiz. 30 ni bo'lamiz 2 ning kvadratiga, butun qismini olamiz. 30 ni bo'lamiz 2 ning kubiga, butun qismini olamiz. 30 ni bo'lamiz 2 ning 4iga, butun qismini olamiz. Keyin 2 ni 5i 32, 30 dan oshib ketadi. 2 ni 5i shart emas. Nega desa, 32 30 dan oshib ketadi. Oshib ketsa kerak emas. O'zi 30 faktorial degani nima degani? 1 dan 30 gacha ko'paytma degani. Endi hisoblaymiz. 32 ga bo'lsak 15. 30 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'sh, 7,5 bo'lyapti-da, butun qismini ichi desa 7. 30 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, ichida 3 ta bo'lyapti. Hop, 32 bo'lganda 4 bo'ladi, demak 3 ta bo'lyapti. Buni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, ichida bitta bo'lyapti. 1 butun necha ham, butun qismi 1. Endi buni qo'shadigan bo'lsak 26 chiqibdi. 26. 26 degani mana ichida nechta 2 bor degani. Ichida nechta 2 bor ekan? 26. Demak mana daraja, 2 ning darajasi m. O'sha m teng necha desa, o'sha m teng 26 bo'ldi. Endi 3 nechta desa, 30 ni bo'lamiz 3 ga. 30 ni bo'lamiz 3 ning kvadratiga. 30 ni bo'lamiz 3 ning kubiga. 3 ning kubi 27. Keyingisi qolgani oshib ketadi. Endi yozamiz. 33 ga bo'lsak 10. 30 ni 9 ga bo'lsak, mana 30 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsak, ichida nechta bor desa, 3 ta bor. 3 tasi 27 bo'ladi. Demak, 3 ta bor. 30 27 ga bo'lsa bitta bor. Demak, bu necha bo'ladi? 13 14. Jami 14 bo'lyapti. Jami 14 bo'lyapti degani, jami 14 bo'lyapti degani. Demak, darajada n bo'lsa, o'sha n nima bo'ladi desa, o'sha n 14 bo'ladi bo'lyapti. Demak, ichida nechta 3 bor ekan? 14 ta. Xo'p, keyin 5 topamiz. 30 ni bo'lamiz 5 ga. 30 ni bo'lamiz 5 ning kvadratiga. Butun qismini olamiz. Keyin qolgani oshib ketadi. 35 ga bo'lsak 6, buni 25 ga bo'lsak 1, bo'lsak 7. Demak, shuni xulosa qilamiz. K nima desa, K 7. Keyin oxirida nechta 0 bilan tugaydi deb savol bersa, oxirida nechta 0 bilan tugashi 5 ga bog'liq. Ya'ni 5 kere 2 10 deb beradi. 10 bo'lsa oxiri 0 bilan tugaydi. Demak, ichida nechta 5 bor? Ichida 7 ta 5 bor. 7 ta 5 bor degani, mana shuni hisoblasa, mana 30 faktorialda mana
30 faktorial degani 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 4 ko'paygan 5 ko'paygan 6 va hokazo. 29 ko'paygan 30 ni hisoblab chiqsa, mana yerda qanaqadir sonlar oxirida nechta 0 bilan tugaydi desa, oxirida 7 ta 0 bo'ladi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 ta 0 bilan mana shunaqa son bo'ladi. Davom etamiz. Endi masalan bizga 50 faktorial berilsa, mana 50 faktorial 2 ni m darajasi, 3 ni n darajasi, 5 ni k darajasi, 7 ni a darajasi, 11 da b'si, 13 ni s darajasi ko'paygan q kelsa, masalan, biz o'sha harflar topishimiz kerak. Mana m, n, k, a, b, s lar topishimiz kerak bo'lsa, 50 faktorial degani 1 dan 50 gacha ko'paytma. Demak, 50 ni bo'lamiz 2 ga, mana butun qismi olinadi. 50 ni bo'lamiz 2 ning kvadratiga, butun qismi olinadi. 50 ni bo'lamiz 2 ning kubiga, mana butun qismi olinadi. 50 ni bo'lamiz 2 ning to'riga, mana butun qismi olinadi. 50 ni bo'lamiz 2 ning 5iga, bunda ham mana butun qismi olinadi. Keyin 50 ni bo'lsak 2 ning 6siga. Hozir 2 ning 5i nechi? 32 bo'lyapti. 2 ning 6sini oladigan bo'lsak 64 bo'ladi. 64 mana 50 dan oshib ketadi. 50 dan oshib ketsa, demak kerak emas deyiladi. 50 dan oshib ketsa. Demak, endi buni hisoblab chiqamiz. 50 ni 2 ga bo'lsak 25, mana buni bunga bo'lsak, 54 ga bo'lsak ichida nechta bor? 12,5 ta bo'lyaptimi? 12,5 ta bo'lsa, demak 12 ta deymiz. 12,5 bo'lyapti hozir bo'lsa. 50 ni 4 ga bo'lsa 12,5 bo'lyapti. Butun qismi 12. 58 ga bo'lsak, 48 bo'lganda 6 ta bo'lardi. 2 ning kubi 8 bo'lyapti hozir bu yerda. Xo'p, 48 bo'lganda 6 ta bo'lardi. Demak, 50 bo'lsak ham 6 ta. 6 dan kattaroq, butun qismi 6. Bu 50 ni 16 ga bo'lsak, xo'p, 48 bo'lganda 3 ta bo'lardi. Demak, 3 butun necha ham? Butun qismi 3. 50 ni 2 ning 5 32 ga bo'lsak, ichida bitta 32 bor. 2 ta bo'lsa 64 bo'lib ketadi. Endi shuni hisoblaymiz. Xo'p, 25 12 ni qo'shadigan bo'lsak 37 bo'lyaptimi? Bu yog'i 10 bo'lyapti jami. Demak 47. Demak 47 ta bo'lyapti. 47 ta bo'ladigan bo'lsa m teng, mana m teng 47. Ichida nechta 2 bor desa 47 ta 2 bor deydi. Keyin 50 ni bo'lamiz 3 ga. 50 ni bo'lamiz 3 ning kvadratiga. 50 ni bo'lamiz 3 ning kubiga. Keyin 3 ni 4 81 bo'lib oshib ketadi. Bo'ldi. 50 ni 3 ga bo'lsak, ichida masalan 48 bo'lganda 16 ta bo'lar. Demak, 51 bo'lganda 17 ta bo'ladi. Demak, 16 butun nechi? Butun qismi 16. Bu 9 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 tasi 45 bo'ladi. Demak, 5 ta. Keyingisi 27 ga bo'ladigan bo'lsak, 27 ichida bitta. Xo'p, hisoblab qo'yamiz endi shuni. 22 ta bo'lyapti. 22 ta. 22 ta bo'lsa, mana daraja 3 darajasida n. O'sha n nima desa 22 bo'lyapti. Keyin xo'p 5 topamiz. 50 ni bo'lamiz 5 ga. 50 ni bo'lamiz 5 ning kvadratiga. Keyin 5 ning kubi oshib ketadi. 50 ni 5 ga bo'lsak 10. 50 ni 25 ga bo'lsak 2. Demak 12. 12 bo'lsa, demak k nima ekan? 12. Demak k 5 nechta chiqdi? 12 ta chiqdi. Agar mana shuni hisoblasa 50 faktorial 1 dan 50 gacha ko'paytirib chiqsa, oxirida nechta 0 bilan tugaydi? 12 ta 0 bilan tugaydi. Yana qaytarib aytyapmiz. Oxirida nechta 0 bilan tugashini mana 5 hal qiladi. Nimaga desa 2 kere 5 10 bo'ladi, 10 ning 0 bo'ladi. 2 hal qilmayman desa 2 mana ko'p bo'ladi. 2 nechta? 47 ta. 5 nechta? 12 ta. Shuning uchun 12 ta bo'ladi. Qolgan 2 lar ortib qolaveradi. Keyin hop 7 desa mana 50 ta bo'lamiz 7 ga. 50 ta bo'lamiz 7 ning kvadratiga. Bo'ldi. Keyin qolgani oshib ketsa kerak emas. 50 ta 7 ga bo'lsak ichida nechtadan? 7 tadan. 50 ta 49 ga bo'lsa ichida bittadan. Demak, jami nima bo'ldi? 8. 8 bo'lsa a nima desa a teng 8. Demak, ichida 7 dan nechta bor? 8 ta bor. Endi 11 ga bo'lamiz desak, 50 ta bo'lamiz 11 ga. 11 ni kvadrat oshib ketadi, bo'ldi. Demak, ichida 4 ta bor. 4 ta 11 44 bo'ladi. Demak, b teng nima desa, b teng 4 bo'ldi. Keyin 13 ga bo'lamiz desa, xo'p, 50 ta bo'lamiz 13 ga. Ichida nechta bor desa, xo'p, 3 ta bor. 4 tasi ham 52 bo'lib ketib qolyapti. Demak, 3 ta bor. 3 ta bo'lsa, s teng nima desa, s teng 3 bo'lyapti. Endi bundan xulosa qilsak bo'ladi. Mana quda qolgan tupsonlar qoladi. Qolgani masalan, hozir bu yerda qanaqa tupsonlar ishlatmadik? 17, 23, 31, 37 degan tupsonlar o'sha quda turibdi. Xo'p. Endi biz bildik, 2 nechta ekan? 2 mana 47 ta ekan. 3 nechta ekan? 22 ta ekan. Endi bizga savol bersa, nechta 6 bor deb savol bersa, 6 bor desa, 6 ga 6 ning kvadratiga bo'linmaydi. U boshqacha. 6 ni nimadan yasaydi? 2 va 3 dan yasaydi. Mana 2 kere 3 6. 2 kere 3 6 bo'lsa qaraydi mana. Menda nechta 2 bor? 47 ta 2 bor. Menda nechta 3 bor? 22 ta 3 bor.
olaman mana. Bundan bitta olsam 6 yasalardim. 2 dan bitta olaman, 3 dan bitta olaman. 2 kere 3 6 ni yasayman. Yana bitta olsam 6 ni yasab ketaveraman. 22 ta yasab bo'lgan paytim 23-chisini yasayman desam, mana tugagan bo'ladi mana 3. 3 nechta edi bizda mana? 22 ta. O'sha tugagan bo'ladi. Endi yasab bo'lmaydi. Shuning uchun nechta 6 yasasa bo'ladi desa 22 ta. Demak, uni 6 ni nima hal qilyapti? 3 hal qilyapti. Ichida nechta 3 bo'lsa, o'shancha 6 bor. 21 nechta desa, 21 kare karasi necha? 3 kere 7. Demak, 3 nechta mana? 22 ta. 7 nechta chiqqan mana? 7 8 ta chiqqan. Bundan bitta olsam 8 ta yasab bo'lsam, 9-chisini yasayman desam 7 tugab qoladi. 7 tugab qoladi degani 9-chisini yasab bo'lmaydi degani. Demak, nechta yasasa bo'ladi? 8 ta. Demak, uni nima hal qilyapti? 7 hal qilyapti. Ya'ni 3 kere 7 21 bo'lgan. Agar 15 desa, 15 kare karasi nima? 3 kere 5. Nima hal qiladi? 3 mi 5 mi desa 5 hal qiladi. Chunki 3 nechta? 22 ta. 5 nechta? 12 ta. Kamroq hal qiladi-da. Kamrog'i nechta? 12 ta bo'lyapti. Xo'p, shunaqa gap. Endi 50 faktorial degani hisoblasa 1 2 3 4 ko'paytirib va hokazo 49 ko'paygan 50 degan. Mana shuni hisoblasa mana, hisoblab chiqsa mana. Mana 2 mana 2. 4 ni 2 kere 2 desa bo'ladi. Keyin 5, 6 ni 2 kere 3 desa bo'ladi. Shularda 2 lar sanab chiqsa, mana shu 2 lar nechta bo'lyapti? 47 ta bo'lyapti. Keyin mana 3, keyin mana 6 bor. 6 ni 2 kere 3 desa, yana bitta 3 bor. O'shanaqa 3 larni sanab chiqsa nechta bo'lyapti? 22 ta. Va hokazo qolgani ham shuni topilyapti. Keyin buni hisoblasa, mana qanaqadir sonlar bo'ladi. Keyin aytdik, oxirida nechta 0 bilan tugashini mana 5 hal qiladi. 5 nechta chiqdi? 12 ta. Demak, mana shuni hisoblasa, mana yerda qanaqadir sonlar bo'ladi. Zato oxirida nechta 0 tugaydi? Nechta 0 bilan tugaydi desa 12 ta mana. 1 6 7 8 9 10 11 12 ta. Ya'ni sonning mana yerda qanaqadir sonlar bo'ladi, oxiri mana shunaqa bo'lib tugaydi.